Barchalangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mamajuruz. Bugungi videoda modlarsiz bu zerikarli bo'lishi mumkin, ammo biz shuni qiziqarli qilamiz va biz unda ketdi bolalar. Undan avval esa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Biz unda ketdi. Birinchi esa loy blok. O'zi loy blok menga uy qurishimga kerak. Daraxtdan ham qursa bo'ladi, ammo bu osonroqda. Loy bloklar ko'p uchraydi. Mana buni ham olsa zo'r bo'lardi. Endi esa bitta daraxtga o'tsak-da. Amali endi esa buni olamiz. Amali shuni olamiz. Olyapman. Aha, mana buni ham olyapman. Buzmayapti-yu bu amali. Ana olyapman, buni ham olaman. Hammasini olaman. Bu daraxt bo'lmaydi, bu noxol bo'ladi, noxolcha bo'ladi. Buni ham olyapman. Endi esa bular qolib ketdi. Amali buni ham olsak yetarlimi? Yana olsamkan. Mayli, kerak emas, olmayman-da. Undan oldin esa daraxtlarni maydalab olamiz. Mana bu. Endi esa ferstak va cho'plar, to'talar bitta daraxt qolib ketibdi-yu. Buni ham maydalab olish kerak. Akinslocks. Amali buni ham oldik. Endi bizga kirka va bolta kerak. Birinchi esa boltani yasadik va endi kirkaga o'tamiz. Kirkani ham yasadik. Endi esa biz o'zimizdan bitta avlodlarimiz uchun narsa qo'yib ketaman-da. Qaranglar, hozir qurib bo'lay, keyin ko'rsataman. Mana avlodlar uchun deyiladi bunga. Mana bu esa mana bu. Endi esa avlodlarim ko'radi-da buni. Mendan keyingilar ko'radi-da. O'lsam-da. Mana buni ham qo'ydim va endi esa mendan sizga sovg'a. Endi biz tosh topib olish kerak. Yaqin atroflarda tosh ko'rmayapman. Nega menga qarayapsan? Yo'qol bu yerdan. Sur bu yerdan. Endi esa biz tosh topish kerak. Bu yerlarda tosh yo'q ekan. Ana tosh ko'rdim. Keyin ovqatni olaman. Tushlik qilamiz biz keyin. Endi esa toshlarni olamiz. Bitta, ikkita, uchtalik, to'rttalik bo'ldi. Mana 5talik. Keyin esa 6, mana 7. Menga 15tasi yetarli. Amali buni ham olamiz. Buni ham. Keyin esa toshli aslaha bo'lganda zo'r bo'lardi, ammo shunchasi yetarlimi? Yetarli. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'lib, videoga like bosamiz. Qani go bo'llar, videoga like bosinglar. Amali endi esa chiqib olish kerak. Yo'q, bu yoqdan chiqib bo'lmas ekan, bu yoqdan chiqib bo'lar ekan. Bu yoqdan chiqamiz. Endi esa ovqatlar olamiz. Bizga cho'chqa kerak emas, bu harom narsa, mayli. Mana bu tovuqni olamiz. Tovuq olindi va bu yoqda echki bor ekan. Echkini ham olamiz-da, ish qilib. Hozir gapira olmayapman, endi. Sen oppoq negircha, o'ldirib qo'ydim. Mana bu o'lib ketdi-ya, hamma. Endi esa o'zimizga narsalar yasab olamiz-da. Mana bu bolta va bitta kirka yasab olamiz. Ikkita cho'pimiz qoldi deyapman. Nima? Men qanaqa gapiryapman? Mana bunda olamiz. Keyin esa ozgina narsa deyapman. Narsa bo'ladi-yu. Pishirib olish kerak-da, ish qilib bir narsa. Amal buni ham pishiramiz. Endi esa boltani pastiga qo'yamiz-da. Mana bu ikkita go'shtni qo'yamiz. Ungacha pishishigacha. Endi ozgina kutamiz. Undan oldin esa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Sen nega menga xalaqit berasanmi? Yo'q bu yerda. Sen o'ldiraymi? Sen nima sen? Yo'q. Sen menga hujum qilarsanmi? Nima qilasan sen? Amali pishibdi. Ana tovuq go'shtini keyinroq pishiramiz. Tovuq go'shtini pishiramiz. Nima qilamiz boshqa? Mana bu daraxtning pastiga va mana bu KFCni tepaga qo'yamiz. Hali KFC bo'lmagani yo'q. Endi esa buni taxlab olamiz. Buni ham bu yoqqa va bu yoqqa. Bo'ldi. Endi esa bu pishdimikan? Pishibdi.
bo'pti. Endi esa mana buni olamiz kirka bilan oldik ham desak bo'ladi. Endi biza yangi orol qidirish kerak-da, qidirish. Shu yaqinroqda mana bu go'shtni olamiz. Masinga boltamiz bor ekan-ku, bu yoqqa jallocha, bu yoqqa. O'laman seni, o'ldiraman bu yoqqa jallocha seni. O'ldirdim desa bo'ladi. To'dalar. Men endi ko'mir topishim kerak-da. Realno ko'mir ham topilmayapti. Aytgancha ko'mir narsa ko'mir necha foiz qancha uchraydi, necha foiz uchraydi-da Minecraftda. Ko'mir qancha foiz uchraydi kommentda yozib qoldiringlar. Merci yoki buni ham kommentda yozib qoldiringlar. Endi esa bitta narsada to'dalar ko'mirmi shu? Yo'q ekan, bas bor. Ana ko'mir. Bo'ldi, ko'rdim. Endi esa bitta qo'limizga kirka olib, endi esa ko'mirlarni bu yerdan olamiz. O'lyapman ham. Buni ham olamiz, hammasini olamiz. Endi esa bular qolib ketdi. Buni ham olamiz. Ozgina tosh olsak ham hech joyimiz kamayib qolmaydi. Buni ham oldik. Endi esa yana ko'mir kerak menga. Narsa mana topdim. Narsa degan payt, pishiraman degan payt topildi. Nima deyapman men? Os deb qoldim-yu. Os. Nimani o'say? O'zimni o'saymi? Mayli, buni ham olamiz. Pastida bor ekan, buni ham olamiz. Ana bo'ldi. Endi esa biz o'zimizga orol topamiz. Bu nima? Kumush deb o'ylabman. Bu nima o'zi? Ana orol ko'rdim. Orol ko'rdim. Shunga boryapman ham. Boryapmiz. Qo'limda polta diladim. Shuni ham boryapman desam ham bo'ladi. Bu yerda kun bo'tyapti. Bildi. Mana bu tovuqlarni o'ldiramiz. Bu ikki jallodchalar, sizlar bitta ikkita spawn o'tdi bu yerda. Men o'lmaslik kerak-da, o'lmaslik. Senga bitta darda, men kuchliman-da, xulq desam bo'ladi. Bitta cho'chqa aytganda harom bo'ladi. Shuning uchun mollarni olamiz bu yerdan. Mana mol, to'xta. Qayerga qochyapsan, seni ham o'ldiraman. Bu yerda qolib ketdi, buni ham o'ldiramiz. Endi esa biza bu yerda ko'mir bor ekan. Kumushmi? Yo'q, kumush emas. Shu kumush ham topish kerak-da. Pastlarda kumush yo'qmikan? Bitta ko'rib olay. Hozircha kumush nega? O'tiribman-ku, o'tirish kerak. Kundan bo'tyapti, sezib yugurish kerak. Bo'lmasa meni zombilar o'ldiradi. Shunaqa bir narsa qiladi, ish qilib. Bundan olamiz, mana bundan olamiz. Shu chiroyli daraxtda ko'rkam bo'lib turadi-da, uyimga mayli. Buni ham olamiz. Mana olyapman ham. Buni ham oldim. Endi esa uy deyapman. Mana bularni maydalab olish kerak. Bitta bersak bu yerga. Endi esa qolganlarni maydalab olish kerak. Mayli, buni ham maydalaymiz. Buni ham maydalaymiz. Hammasini maydalaymiz. Bizda endi 45 ta bo'ldi. Endi shu yoqlardan bitta uy qilib olish kerak. Mana bu toshni bu yerga olamiz. Toshdan qilamiz-da, uni narsasini shuni shu yoqdan, 4 ta. Jonim ketdi. Ana 5 ta. Ham bo'ldi. Mana shundan qo'yamiz. Mana. Tuyab qoldi-yu. Tushib ketdi. O'tmoqchi edim. Bitta go'shtni bo'lish kerak. Ana creeper spawn bo'pti. O'y ham chiqdi. Mana bu yerda skelet. Hozir tegma menga, tegma dedim. Tegma senga, tegma. Bu yoqqa. Qanisa, bu yoqqa. Hozir qorong'ida ko'rib bo'lmayapti seni ham, bu yoqqa. Eng zo'ri esa o'lmaslik kerak. Taxtalar. Bitta o'rgincha tegmasanchi bitta poltani seni cho'paman bu yoqqa. Seni men o'ldirmasammi? O'ldirib qo'ydim-ku, amal. Biz zo'rda o'ldirsak zo'r. Darajamiz 3 bo'pti hali. Endi esa buni ham 45 ta daraxt aytganimdek o'tirib qo'yamiz, bo'lmasa tushib ketamiz-da.
Ya buniyam qo'ydim, buniyam qo'yaman va bularga keldi, bularga. Uy u darajada katta emas, cho'ta normal qilamiz-da. Buniyam qo'ydik, buniyam qo'yamiz. Endi ustiga sakradik, buniyam sakradik. Endi esa bu yoqqa qo'yamiz. Ikladik, deyapman. Qanaqa so'zlarni ishlatyapman? Buniyam qo'yamiz. Faqat tugab qolma desam tugaydi-da, 5 ta bitta bo'ldi, tugadi. Voy, tugab qoldi, tugab. Biratlar, tugab qoldi bu. Uyimni-da oxirigacha yetkazish kerak. Mana shu Spidermanni o'ldirsam zo'r bo'lardim. Kelmasin deyman-da, o'zim. Darajalarni olamiz. 4-daraja. Bizga kerak emas. Faqat sen kima desam kelyapti. Kimasan, kima. Sen nimasan bilasan? Yomonsan, yomon. Krepper yo'qmi? Krepper u yoqda javdugay bilan krepper bor ekan. Ko'rgan bo'lsa ekranning chap tarafida turibdi. Yo'qol bu yerdan. Yo'qol sur bu yerdan. Senga nima jonim o'zgina qoldi. Go'sht yeb olish kerak. Mana shu qo'yni go'shtini yeb olish kerak. Chetga o'tib desam krepper. Yo'qol krepper. Hozir sen menga kerak emassan. Krepper yo'qol. Yarim bittacha o'lib qoldim. Mayli. Qaytadan spawn bo'lamiz, ammo men o'lmayman deb o'yladim-da, o'lmayman. Meni skelet o'ldirdi, skeletjon. Mayli, Vazirjonni skeletjon o'ldirdi. Nima dedim? Skeletjonni Vazirjon o'ldirdi. G'alati gap bo'ldi-ya, mayli. Buni ham o'tdik, buni ham o'tdik va buni ham o'tdik. Bitta o'zimni chiroyli yuzimni ko'rsam zo'r bo'lardi. Qaranglar, o'rtimda skrinshot qilib olish kerak shotni. Skrinshot qilib bo'lmadi, mayli, hech yo'q. Endi biz orolga ketdi bular. Mana qaranglar. Shidirlarni qaranglar, zo'r, qaranglar. Shuning uchun bitta like, bitta obuna qilib yuboringlar. Endi bu yoqdan zombi kelyapti. Jonimiz ham yarimta jonmi? Yo'q. Qancha jon? 6 ta jonimiz bor ekan, 4 ta jon yel. Ana bizning uyimiz. Shu uyning ichiga kirib olish kerak. To'g'risi ichiga kirib olish kerak. Biz erkakmiz, ammo narsalarni olib olish kerak. Bu yerda ikkisi meni qoqadi-yu. Mana o'laman hozir. Ana aytganimdek o'lib qoldim. Vazirimiz yo'q bo'lib ketdi. Yo'q, men yo'qman bu yerda. Hammaga xayrlashadigan paytam yaqinlab qoldi-ya. Obunachilar to'g'rimi? Tebaga shu yerda xayrlashamiz. Nima sizlar bilan Vazirimiz bo'ldi. Keyingi videolarimda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar.